Chorminor ko'hna Buxoroning eski shahar ko'chalarining birida qad rostlagan bo'lib, hozirda u tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Chorminor me'moriy obidasi Xalfa Niyozqul tomonidan bunyod etilgan. Ushbu inshootning qurilishiga homiylik qilgan Xalfa Niyozqul turkman urug'idan bo'lgan. Chorminor Buxoroda Mang'itlar sulolasi hukmronligi davrida bunyod etilgan bo'lib, uning o'ziga xos tomoni shundaki, u 4 ta minora bilan o'rab olingan O'rta Osiyodagi yagona inshoot hisoblanadi. Chorminor fors-tojik tilida 4 minora degan ma'noni anglatadi. Chorminor me'morchilik majmuasi so'nggi o'rta asrlarning oxirgi davrlarida 1807-yilda bunyod etilgan. Ba'zi qarashlarga ko'ra, Chorminor masjid bo'lgan deyishadi. Aslida bu masjid emas, balki madrasaning darvozaxona qismi hisoblanadi. Har bir minoraning ko'rinishi turlicha, har bir o'ziga xos bezak va shakllarga ega. Bu esa ularni turli madaniyatlarni ifodalovchi ramz deb talqin qilinishiga olib kelgan.